Bismillahirrahmanirrahim. Mana bu yana boshladik. Gapirmaydi. Allohning dini omonat emasmi? Sizlarga berilgan ilm omonat emasmi? Bu minbarlar omonat emasmi? Aslida mana bu sizlar turgan minbardan turib insonlarga tavhid tushuntirilmasmidi? Tog'otlardan bari bo'lish tushuntirilmasmidi? Mana bu minbardan turib payg'ambarlarning asl maqsadi nima ekanligi, qaysi da'vo bilan kelganliklari tushuntirilmasmidi subhan? Endi bu yog'ini hissiyotga urg'u beryapti. Ana yoshlarni yangi Endi o'sha aytgan gapini ma'nosini noto'g'ridachi hissiyotga urilyapti demasdan. O'sha gapirdi mana, eshitding. Mana bu dedi, yolg'on, noto'g'ri, noto'g'ri. Endi buni noto'g'ri deya olmaysan. Endi yana hali ko'tingni yoqqa qochib turib bu hissiyotga berilyapti, uryapti. Seni gaping haq. Ehtimol hissiyotga emas. Odamlarga yetkazishing kerak deyapti. Nimaga bunaqa ifloslik ko'payib ketdi desa, minbarda turgan to'ng'izlar ashini yetkazmaganing bo'ldi. Elga yetkazmadi. Yetkazganda nima uchun shu odamlar 150 mingta odam ashaga kelib pivo ichib, 150 mingta bitta oiladan bittasi kelgan bo'lsa, 150 mingta oila qizini, o'g'lini o'sha iflos joyga chiqishga rozi bo'ldi. İçip, arşa çiçip, sastı başladı gelişler razı buldu. Sen aşı nima uchun bo'ldi deganda o'sha minbarda omonatni ular bajarmadi. O'sha omonatni bajargan bo'lganda odamlar o'sha bilan dinni tushunib qolgan bo'lardi. Men ham mana ilgari nima dedim, benamoz edim. O'sha menga masjidda imom emas, sen aytgan o'shalar menga tushuntirdi. Shundan keyin men namoz o'qidim, ro'zani tutdim. Bu ibodatni to'g'ri bajaradigan bo'ldim. Senlarni basharayni ashadan ko'rdim. Ana boshqalar ashada ko'pchilik ko'rib turibdi seni basharayni. Lekin endi odamlar bosh ortmaydi deydi. Bu baribir bir ko't bo'lsa, uni agar zo'rlab qo'ysang ham bu hech narsa yo'qotmaydi deydi. Bunga yana huzur oladi unga qiladigan desang. Sen ashnaqa iflossanda, hali aqli endi rivojlanib endi turishib kelayotgan bolalarni aldash uchun shunaqa hissiyotga urg'u beryapti. Din omonat. San gaplashgan ahli ilm nimani bekitdi? Pivani harom ekanligini bekitdimi? Piri festival nima uchun piri festival qilyapti degan savolga biz qilmayapmiz deyapti. Undan so'rashing seni ota-onang nikohlanish uchun domlaning oldiga kelib ve eşek ve betim yok endi odamlar shuni qaranglarchi. Ular dedi uni so'rashmas. Bu yerda gap nimadan bo'lyapti? Mana mehrobda turganlarning vazifasi nima edi? Shuni chiqib aytish kerak, bu harom ish. Buni qilgan odam Allohni qilgan odamlarga Allohning la'nati yog'ildi. Ve o insonlar 150 mingta o'shaga kelishding. Osmondan boshingga la'nat yoqilib turdi. 4 kun deb aytish kerak edi. Endi buni kim qildi desa, Mirziyoyev bilan komandasi qildi. O'shalarning boshiga to'xtovsiz la'nat yoqib turdi. Endi yo mana sen gandon deyapti-da, bir anakanal. Yo bo'lmasa bu gandon aytsin. Gapini to'g'ri deb. Yo sizlar aytinglar. Bu yerda bu aytayaptiki, nimada harom dedimi? Vazifang bor. Minbarda turib harom deb qo'yishmas. To'g'ri, harom demadi desang nima, harom emas demadi. Lekin vazifasi bor edi. Uni kurash, uni nimasi bor edi, majburiyati bor edi. Kiplosa boryapti, piro festivalga. Kelinglar, meni nikohlab qo'yinglar deyapti. Jinnimisan deydi piro festivaldagilar. O domlaga bor deydi. Domlani oldiga kelib nimaga pivo festival demaydi hech kim. Buni degan odam yo jinni yo eshak. U yerga borib nimaga pivo festival deyotgan yo'q. Bo'h yeb o'tiribsan, bu yerda chiqmay deyapti. Ya og'zingga eshak urgur. Mana bu gap bo'lyapti. Nimaga birortasini ko'rsatchi? Domla, ashu nimani Ibrohimda. Domla, ona nimaga ular bunaqa qilyapti degan joyini ko'rsatchi. Yoshlikka boshqa shunaqa bir torta o'zingni haligi ko't muridlaringdan boshqa so'sa ayt, shuni aytchi. Voy, ifloslar nimaga shu ishni qilyapsan deyapti.
uni iflosligini hamma bilib turibdi. Ey iflos Gandon, sen aytchi o'shani shu yerda. Qanchalik iflos ishligini odamlar bilmaysizlarmi? 150 mingta odamda borib nima qilyapti? Reklama qilyapti. Bolalaringiz ko'ryapti uyda. Hali bolangiz unga qo'shilgan yo'q. Qo'shilganda ko'zingiz ochiladi. O'sha yerda yurgan 150 mingta bola o'sha odamlar. Bir mahalla ichmagan odamlar edi. O'shalarga mana reklama qilishdi. Hali ichganlarning yoniga borib ashnada ozgina ichdi. Keyin mana shunday podaga aylandi. Shuning uchun bu ichkilik tufayli qancha oila buzilyapti. Qancha odamlar halokatga uchrayapti yo'lda. Qancha mana odamlar kasal bo'lib o'lyapti. Endi bir-biri bilan aka-ukalar, qo'ni qo'shnilar bir-birini o'ldirib, biri o'lib, ikkinchisi turmaga ketyapti. Shu nimadan bo'lyapti? Ichkilikdan bo'lyapti. Bu iflos mana o Mirziyoyev Xudo urgan. Shuni nima qildi? Reklama qildi. Mana Xudo urgan nima to'ng'izlar nima uchun indamayapti? Sababi haligi nimada ho'kizni tuyog'iga ursan, shaqaga ursan tuyog'i zing'raydi deydi. Bu harom bu ishni qilganlar deb domlalar aytsa, u to'ppa-to'g'ri Mirziyevga tegadi. Mirziyoyev naki ulardan mana bu o'zlari oxirat uchun sotgan minbardan olib qo'yadi ularni. Mana yerda bo'lyapti bu gap. Bo'ladi. Yo bu provokator bo'ladi. Chunki domla piva haqida so'rasang harom deb turibdi. Qani bitta diniga xiyonat qilgani? Qani mehrobda xiyonat bo'layotgani? Mehrobda illo sen aytgan narsani aytish kerakmi? Bular tog'ut deb musulmonlarni tog'ut deyapti. Musulmon jamiyatlarni tog'ut deyapti. Qani qachon aytganini ko'rsatchi shuni. Ko'rsatchi, Xudo urgan aytib so'raylarchi sizlar ham. Ko'rsatchi. Qaysi musulmonni tog'ut dedi? 30 pora Qur'onda inkor qilgandan keyin u tog'utga aylanadi. Dunyoda ikkita tuzum bor. Islom, tog'ut. Kim 30 pora Qur'on bilan yashayotgan bo'lsa, u islom bor u yerda. Kim undan chiqqan bo'lsa, u tog'ut. Uni qanaqa deydi? Dunyoviy deydimi? Boshqa deydimi? O'rtada uchinchi yo'l yo'q. Jannat bor, do'zax bor. Bittasi jannatga ketadi, ikkinchisi do'zaxga ketadi. O'shandan hozirgi o'sha piva nimani festivalda qilganlar jannatga ketadiganlarmi? Odamlarda shunaqa ichirganlar jannatga ketadiganlarmi? O'shanda o'zini omonat ularga buyurilgan, shunga qarshi kurashasan degan. O'sha mahalda bekinib yotib olgan shu domlalar jannatga ketadimi? Ketmaydi. Unga aniq hujjatda va asrida aytib qo'ygan. O'sha haqiqatda aytganlarda boshiga azoblar keladi. O'sha mahalda ular dinda shunday ushab qoladiki, turadiki, cho'g'ni qo'lda ushaganda ushab turadi. Tashib yuboray desa o'chib qoladi. Ushab tursa kuyyapti. O'chmasin deb shuni ushab turibdi deyapti. Shu mana ularda birortasi cho'g' ushab turibdimi? Hammasi mana shu to'ylarga borib, mana shu nima ma'ruzasi uchun nima oladi? Pul oladi. Bu yerda oyligini oladi. Keyin esa xalqqa tuhmat qiladi. Qur'oni Karimda tog'ut shaytonga aytilgan. Qur'oni Karimda tog'ut ochiq oydin kofirga aytilgan. Islom dini bir tiyin, islom dini kerak emas. Islom dini eskirdi. Men qonun chiqaraman, islom dinining o'rniga desa tog'ut bo'ladi. Ha, mana endi eshitib turing. Men islomning o'rniga qonun chiqaraman desa, bari eshitib dedilarmi? Qani endi agar shuni gapga betiga tupurmagan odamni o'zi u mana shundan farqi yo'q. Aytayapti, kim islom dini eskidi, men qonun chiqaraman desa u tog'ut deyapti. Mana ona islom o iflos Karimov alayhilarni aytganda, biz degan 1400 yil avval chiqqan narsaga erishmaymiz degan. O'zimizning konstitutsiyamiz bor degan. Deganda o'sha 2200 ta imomlarchi tilini ko'tiga tiqib turgan. Yo taqsir unaqa demagan. U kofir edi. Endi mana Mirziyoyev keldi. Mirziyoyev xuddi o'sha narsani orqasidan ketyapti. O'sha nimada deputatlar qonun chiqardi. Alloh qonunida nimani qo'lni kesadi o'rnini. Zinodarlarni toshbo'roq bo'ron qiladi. Yana jazolar butunlay bo'lak. O'shalarda hammasini inkor qilib najas qonun chiqarishdi.
O'shalar tobut, boshimizda turgan tobut. Sababi o Qur'onni inkor qilib o'zi chiqargan, mana hozir aytayapti. O'zi qonun chiqargan bo'lsa bu tog'ut deyapti. Yo'q, mana deputatlar chiqarmadimi qonunni? Alloh qonunni chiqarib qo'ygan 1400 yil avval. Uni eskidi deb u aytdi. Bu davom ettiryapti. Qabul qilib, yo islom haq. Faqat hozir men svetoforni qizilidan to'xtatishim kerak. Qur'onda yo'q-ku, lekin mana shunga Men qarang ko'rdilar, Qur'onda yo'q-ku. Mashinga bo'yinsin shu kerak deyapti. Va Xudoga nima desa bo'ladi? Bu Qur'onda yo'q-ku, qilaveraman deyapti. Bu degani Qur'onda buyurilganda qilmayman deyapti bu. Men mana ozgina nima qilay? Senga bu hali xohishami? Qur'ona iflos. Ana shu xohishidan birpas foydalanib oladi-da, men ketaveray deydi. Yo'q, og'zingga eshitsin. Allohning bitta oyatini inkor qilgan kofir bo'ladi. Bular 30 bora Qur'onni inkor qilishgan. Mana sen ham o'zingni oshding mana. Sen shunaqa kelganda Qur'onni shappa nima qilasan? Bu yoqqa o'tasan. Svetofordan o'tib olay. Ishingni bitkazib olasan, keyin xohlasang qaytasan. Nimaga? Qur'onga xohlasang yana o'sha demokratiya aranj deb turib ketaverasan. Endi odamlar mashinchalik men mana ochib beryapman. Endi bundan keyin ham agar shuni tarafini olsanglar, shular bilan shu bilan tirilasizlar, aytadilar. amal qilishim kerak desa tog'ut bo'lmaydi. Qisqaroq o'zi aytmoqchi edim, yarim soat bo'lib ketib qoldi, asr ham kirib qoldi bizda. Yoshlarimizni ogohlantirish uchun buni aytayapman. Mana shu nomi noma'lum, ismi noma'lum, jismi noma'lum odamlardan ehtiyot bo'lish kerak. Bizning jamiyatimizdagi yoshlarni rivojlanib kelishi ko'p mamlakatlarni xavotirga solyapti. Ko'ryapsizlar, aytayapti, nomi aniqmasiga bo'ysunma deyapti. Profiliga ishim. Endi monoda qilib Allohning diniga aniq aytib turibdi-yu, svetofor qilib o'tib ketaveraman deyapti. U kim o'zi aytib turibdi? Alloh nozil qilgan deb o'zi hukm chiqarsa, u tog'ut deyapti. Mana o'zi chiqardi-yu. Shunda ham ishonmasanglar, endi o'zingizlar bilib olinglar. Endi mana bu yana bu valdirashni eshiting. Eshityapsizlarmi, yo'qmi bilmadim. Masalan, Gollandiyaga 3000 ta doktorni ishga chaqirishyapti. Italiyaga odamlarni ishga chaqirishyapti. Yevropa mamlakatlarida tub aholi qarib ketgan. Yoshlar yo'q. Yoshlar oila qurmaydi, farzand ko'rish yo'q, nikoh yo'q. Endi shunaqa jamiyat inqirozga qarab ketyapti. Ha. Endi jamiyat inqirozga ketyapti. Shuning uchun bu yerda piva bayramini qilish kerakmi? Piva bayrami nima uchun bo'lyapti desak, o'sha yerda shunaqa inqiroz bo'lyapti. Albatta bo'ladi. Axir ular 30 bora Qur'onni inkor qilib najas qonun chiqargan. Xudo urib qo'yganlar, Xudo urib ketyapti mana. Buni pivaga nima aloqasi bor? Yo Ibrohimga nima aloqasi bor? Aytayapman, bu ashi gandon bu hech nimadan o'ylab o'tirmaydi. Bizning mamlakatda o'rtacha yosh 28 ekan hozir. Bu degani navqiron degani. Bizning millat hozir juda baquvvat davrda degani. Ana shu yoshlarni o'sha behuda ish bilan chalg'itish taktikalari bular. Hizb-ut Tahrir degan bir jamoat chiqqan edi bundan 30 yil oldin. U jamoat butun o'ziga ergashgan odamlarni hayotini parokanda qilib yubordi. Biror Hayotini parokanda qilib yubordi emas. Haqiqatda gapirgani uchun Karim alayhinalani ashlarda o'ldirib yubordi. Bo'lmasa birorta odamni o'ldirmadi ular. Birorta yerga o't qo'ymadi. Allohning dini bilan yashaylik dedi. Bu ifloslar mana ochiq sharma haligi nima bu qiladi? Tasarruf ko'rlar edi salmosa. Bir odam men erkakman deb yuruvdi. Nimasi endi soqol yo'q endi erkakga o'xshab turibdi. Qo'qis bir yerda shu ishtoni tushib ketdi. Hali avrat ochilib qoldi. Qarasa xotin kishi ekan. Endi o'shanda ham odamlar sen xotin kishi ekansan demasdan erkak kishi deb turaversa nima bo'ladi? Mana hozir manolarda asha avrat ochilib qoldi. Mana bu pivani bayram qilishdi. 30 bora Qur'onni inkor qilib najas qonun chiqarishdi.
o'sha avrati ko'rindi bularda. Shunda ham